Akıl sınaş oyuncuğu. Bu bektasken. Bo'ldi, vaqt to'shay dedi. Yana 1 minut qoldi. 59 sekund, 58 sekund. Qanda qilganda Tokyo munaridan egiz bo'g'il bo'ladi. Mumkin emas. Agar uning javobini topolmasanglar, qoida bo'yicha jazolansizlar. Buning javobi ushqon vaqtimizda Tokyo munaridan egiz bo'limiz. Qamashmaqan. Odam urdigan aql sinash o'yini, xubodak doim mushundaq bema'nishlarni topidi. Aql sinash o'yini? Qandaq tez savol bo'lsin, hamsi javob bera oladigan aql sinash o'yinchig'i ekan. Ondaq narsaning bo'lishi mumkinmi? Yana kelib aql sinash o'yinini cho'qim o'z kalla ishlatib topsa qiziqarli bo'ladi. Biroq bundaq ketaversa, xubodak urib hamma yerimni ko'kartib bo'ladi. Amsi sen ko'proq mashq qilgin. Amaliyat o o'yinni o'z kalla ishlatib o'ynasa yaxshi. Harakatli aql sinash mashinasi, o kelgusidagi aql sinash o'yinchig'i. İşçideki hamma masalalar kelgusidagi qurollar bilan harakatlanadi. Bu sal qiziqarli qiladi. Javobini topa olsa oltin medal berildi, agar topolmasa. Bu bek qiziqarli. Agar o'g'il bola bo'lsang, qo'rqmay sinab boqqin. Buni bosqin. Bunimi? Buningga nima yozgandi? Birinchi savol, siz hozir turgan joyingizdan dengizga sakrang. Tez bo'l, tez. 30 sekund qoldi. Bu mumkinmi? Bu yerdan qandaqmi dengizga sakrigil bo'lsin? Men bildim. Buningga kelgusidagi bir narsani ishiltimiz. Qandaq narsani? Bo'pti deb beray, vaqt tonili. Odamni taqozo qilmay, tezroq javobini bersangchi. Buni men nereden bilay? Teslim bo'ldi. Javobini men sana deb beray. Maydon o'zgarmaydi. Biz yiroq o'tmish tomonga boraylik. Burun bu yerdengiz edi. Qo'rq yo'q edi. Men bildim. Bu qatim cho'qim to'g'ri javob beraman. Soatiga 1500 kilometrlik surat bilan yugurang. Bu bek osonkan chatoq yo'q. Chaqpilakni menga bera, ha? Yo'q, cho'qim yuguraysan. Bunda qilsam, aran 10 kilometr suratda yugura olaysan. Chidaguchiligim qolmadi. Menga javobini deb. Bu qatim qulaylik ishni ishirtimiz. Bu yer ekvator belvig'i. Bunun javobi ekvatorni bo'ylab sharqqa qarab yugursa bo'ladi. Nimishqa? Bilmamsan, sana deb beray. Yer sharining o'z o'qida bir aylanish uchun 24 soat vaqt ketadi. Yer sharidagi narsalar midirilmay joyida tursimi, biroq yer shari bilan birga teng harakat qiladi. Ikki qutbga qancha yiroq bo'lsa, shuncha tez bo'ladi. Shunga ekvator belvig'idan sharqqa qarab yugursa bo'ladi. Qamlashmagan. 3-savol. Bek zerikishlikkandan o'ynamayman. Bo'lmaydi. Bu tepishmoq tepish o'yinida jami 4 savol bor. O'ynamayman dedimmi? O'ynamayman. Bo'ladi. Men o'ynay. 1 minut ichida sharqqa qarab yugurib yarsani bir aylanib chiqing. Qanday qilaman? Men bilmasam, qanday qilaman? O'tgansan. Bu yer Şimal Qutbining markazi. Sualda qayerga yugurish to'g'riliq hech qanday shart qo'yilmagan. Shung bu markazni bir aylansang 1 minutda yetmagan vaqt ichida yer sharini aylanib bo'lgan bo'lasan. Bundaq bema'nishni azaldan ko'rib boqmabdi ekanman. Eng oxirgi savolga bo'lsa to'g'ri javob berishingni umid qilaman. To'g'ri javob bersang oltin medalga erishsan. Mening ishonchim yo'q.
Bu quyosh nurliq rasmni quyosh nuriga tuting. Biroq quyosh nurida biroqla 30 soat turish kerak. Shuningda o'yin oxirlashidi. Agar o'rinlayolmasangiz yana boshdan boshlaymiz. Tazima bir nadim 30 soat kunduz bo'ladigan joy bor bo'lsin. Bo'ladi. Men dunyoning yana bir chetiga ketaman. Ha, Dashyon! Dashyon, sen qochib ketamaysan. Men davomli qochaman. Davomli qochaman. Meni kechiring. Men endi qochmayman. Meni kechiring, ikkinchi unda qilmayman. Meni kechiring. To'g'ri javob beribsan. Bu Janubiy qutbning qutb markazi. Shunga bu yerda kun o'tirmaydi. To'g'ri javob berding, Dashyon. Yer sharidan qochish plani. Çatak bo'ldi. Rasmli kitob, kompyut, o'yinchoq, choy qutisi, qo'lchiriqi, pranik, yana ish kiyimimni ilib oldim. Darslik kitoblarimni ilib olay. Yana tayyor chipni ilib olay. Tashon, nima qilyapsan? Men hozir uy ko'chmoqchi. Yer shari tugish aydab qopti. Qara, bu kitobga nimalar yozilibdi? Yer boyliqlari qizilib bo'lay dedi. Nopsning eshig'i agishib muhitni bulg'anmoqda. Kunlarning birida quyosh cho'ngib, yer sharida ig'ir darajalik yer tavrash yuz beradi. Undan keyin muz davri boshlanib, butun yer sharini vayron qiladi. Shung bu yerdan qochib ketmasam bo'lmaydi. Sen nega qochmoqchi? Qochqidek yermi yo'qmi? Bundaq jiddiylashma. O ishlarga hazırlı yuz bermasa, yana kelib insonlarni undaq to'tamas. Cho'qim amal tepib u qiyin sharoitdan o'talaydi. Shundoqmi? Biroq men yana ansirayotiman shodindan. Har ehtimolga qarshi qochib ketadigan yerni tepib qo'yayli. Shundoq qilsam men xotirjam bo'laman. Ha? Qochadigan ish bo'lsa boshqa planetga qochayli. İnsanlar yashashga mos keladigan planetdan birini tepish bektas. Bo'ldilar, xohlagan bir planetga qochib ketiblar. Bu yana o'zgarsakla bo'lmadimi? Bo'ladi, qulaylik ish bilan borayli, ha? Bo'ladi, biz boshqa planetga borayli. Bu planetda havo yo'qkan, shunga bu yerga havo u tarafga yiqilyotidi. Undaqda u yerda turg'ili bo'lmog'idek. To'g'ri, u yerga bu qattiq havoni sepayli. Bo'lami? Cho'qim muxtaliq bo'ladi. Endi bo'ldi-ku deyman. Tashing yura. Bu yerda kichikkan-ku. Diametri taxminan 300 metr kelgudek. Qara, u quyoshganda. Biz bu yana bir aylanib boqayli. Ha, bo'ladi. Shodindan sen u tarafga qarab yugur, men bu tarafga qarab yuguray bo'lamdi. 1, 2, 3. Hammaga toshliqkan-ku. Daraxtni demay qo'yay, bir temimiz suv yo'qkan. Yana bir tarbiga kelay deb qoldim-ku deyman. Endi uchirishgan qoldi. Shodin, meni qutuldirib Layla. Bu yana kuchib ketgan. Bu turim dedikan. Meni o'lik bo'ldi. Hech nima qilgan. Al, bo'lish kerak. Jon tayog'ing tutma. Al turib tur. Kichik dengiz yo'qmaymiz. Qipolgan tag'yashimiz kerak.
otası katpat yağdız. Bugün o çiğdirekler kimi bilen bilen küçük ballarını bilmez. Küçük bilen Allah tayyip oldu. Ben o bir tağcılığı tağının üstü yiraklarını misalım. Ben yeni bir kuşka köngülü dayman. 5 min olursa ağabey. Yeşikler ya. Şadan. Bir deniz bir iç meydan. Bu yegi bir ya. Kop gel o. Çünkü o kadar kez söylediğince şu üç saat bir kılada. Eğer yasak kılada. Ders vakit çıkırış üstüne de mı da öydük sıra çıktı. Ep çıkaylı. Yana darak bolgan boz texim yaxşı bolatdı. Ben meydandaki darakni ep çıkay. Tez bulaylı ha. Tez bulaylı. Koridorda tolu kalayım kayışkılanla. Bu yenin halde pütürle özgerdi. Ha, kuyaştı. Taşın biz bu yerde bir keçi işleptik. Menimce biz bu yerde çöp yegeç bir az aramalaylı. Öydeki tok ocağını bu yerge ep çıkay ya. Nimandak varan çürüm. Ola zadı neymiş kılıp atkandı. Hava bek isip ketdi o. Çöp yegeçki şundak bilinip atamdı nime? Şundak mı? Kuyaş çok uyup ketdi o. Ben bildim. Bu planet öz okudu kuyaşını ilip siman şekilde aylını diken. Sürütümü bekleyizken şunu o kuyaşka yıkılaşkanda bu yem uşunda kod köygende kızıp gitti diken. Şodingdang daşım. Gep kılınma bu zadı kandak kış. Öynen hem yerini laykılı yetiştiler. Menin öyleni kançık çapada tazlaydı kalıkımni. Optan bilisiler o. Beke dınladı işip kettinler. Şodingdang, Kaçmağına deymen. Toxtala. Unutkaklık gülü. Nime digen kızık ha? Nime digen kızık kızık? Bek okşidi. Bek okşidi ya. Daşın av yak kara. Ha, düşendim. Toxta! Daşım, toxta! Toxta deymen! Toxta daşım! Toxta! Toxta daşım! Hey, bıyık çık! Çıka! Edimini rasa bir beğenmeydiğen bolsam qarab dur! İsingde bolsun! Daşım, qaytib keldingmi balam? Manga bir narsa ekirib bergin, ha? Yo'q, men chiqmayman. Men erga chiqmayman. Bu bala nemishqa bunday qiladigandu? Bu hajab gap anglaydigan bo'lib ketdi-ku. Qo'bodek bilan Şavfu ishkisi, shundaqmi? U ishkisi hozir sirtda. Bolada, men sana yaxshi bir narsa beray. Mana. Bugünle nime gishildi-da, tezligina, ha? Nim bo'g'itdi. Daşım, tez chiqib, manga narsa kirib bergin. Yo'q, chiqmayman. Sen kim? G'alitish, undaqda men kim? Men bu yerda nima ish qilaman? Ular tehish turdi-ku. Endi qanaqa qilaman? Apa, men chiqsam bo'lmaydi. Yo'q. Tez berib Toshini qutuldirib olay. Endi esimga keldi. Apa, men chiqmaychi. Tazimi bir. Apa. Men nemish qilmoqchi edim?
bayi sirtqa chiqib narsa setib olaman degandingizga to'g'rimi? To'g'ri. Men chiqib Yo'lda kelay. ehtiyot qiling. Oshigul opamni mushunda qilib qo'ydimi? Bu unutqaqlik geli. Buni pursila hamma ishni unutib qoladi. Buni ilib chiqib ularga purtib qo'ygin. Men qo'rqaman. Yo'q. Bekli yaramazkansan. Buni qanday ishlatadiganligini sana bir ko'rsatib qo'yay. Yaxshi qara. Shodindang, dashong nima ish qilyotidi? Hey, Şavdindan, sen onun orada tayak yigil çıkan okşamamsan. Hey. Biz bu yerda nima qilyapmiz, ha? Sen şofunu uraman deganding-ku. Ha, endi esimga keldi. Edim onu rasa bir bo'lsam. Andig'i bilgansan? Ha, bildim. Haqiqatan qaldiskan. Bu bo'sliq xotirjam bo'lsang bo'ladi, dashim. Xubodek buningga qara. Sen asli meni emas, balki rasm sizgan dashongni urmoqchi emasmiding? Ha, rost, endi esimga keldi. Bu qatim Dashon deganni toza bir urmisam, qara onun qilgan qilig'ini, nima degan qomlashmagan. To'g'ri, uni urib mijibatgin. Hey, Dashon! To'xta! To'xta deyman, qo'shma! To'xta! To'xta deyman! Hay! Bu zadi nima bo'lgan edi? Ha, bu gil bo'lsa hech nimdan qo'rqmaydigan bo'ldim. Faqat ishongim kelmayotdi. Dashon degan bu ablaqni hargiz bo'sh qo'ymayman. Men cho'qim uning qo'lidagi gulni ilib olmaydigan bo'lsam. U keldi. Bu gulni o'zing purab boqqin. Bu yotin qo'limda bir narsa bodak qiladi. Ha, gulni ilib oldim. Dashonning qo'lidagi gulni ilib oldim. Yahu, Chatoq bo'ldi. siz mendan oldin qaytmagan 10 yilni qachon qaytarib berasiz? Voy, men bir narsa dedimmi? Siz boya 10 yilni sizga qaytarib berman dedingiz. Buni pura. Bu meniki. Shundoqmi? Uyim qo'yadi-du. So'ng nim bo'ldi? Unutqaqlik kelichu. Qo'llingni silkib at, mushundoq chaqda xubodek kep qaz qandoq qilasan? Meni qo'rqitmag'ina. Bu bo'lsalar dashonsining ko'gligini ko'rsataman. Xubodakni ilib, hozir sizning qishonga boray. Hey, Xubodek! Ha, nima ish bo'ldi? Dashon xatto. Nima shofu, ha? Xubodek yana unutib qolding-ku. Nimishqa diqqat qilmaysan? Yana bug'inib purvopsan-da, bakkolvatgansan. Qara. Mavrasimga qara. Esimga keldi, bu qatim Dashonni toza bir urmisam, xap qarabdi. Uni toza bir qattiq urvatgan. Oyey. To'xtab turg'ina. Men avval birga berib kelay. Sana nima bo'ldi, shofu? Hozirlik kelaman. Birdamdala kelaman. Oyjon. Buni qo'g'o. Nimishqa